O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 5-bo'limi davlat hokimiyatini tashkil etish hisoblanib, bu bo'lim o'zida 10 ta bobni mujassamlashtiradi. Ya'ni 18-bobdan 28-bobgacha. Biz hozir siz bilan 18-bob, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi haqida gaplashib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi davlat vakillik organi bo'lib, qonun chiqaruvchi hokimiyatni amalga oshiradi. Vakillik organi bu nima degani? Vakillik organi bu O'zbekiston fuqarolari bilan davlat o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi u vakolat hisoblanadi. Bu Oliy Majlis o'zi 2 palatadan iborat. Qonunchilik palatasi quyi, ya'ni Senat, yuqori palata deb yuritiladi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining deputatlari, ya'ni Qonunchilik palatasi deputatlari qonunga muvofiq 150 ta deputatdan iborat. Senat a'zolari esa shu Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengashi, viloyatlar, Toshkent shahri shu vakillik deputatlari orasidan teng miqdorda yashirin ovoz berish yo'li bilan 4 nafardan saylanadi va qolgan 9 nafar a'zosi O'zbekistonning jamiyat va davlat ishlarida muhim shaxslardan va fan, adabiyot, san'at kabi shu davlatning eng muhim yo'nalishlaridan hisoblangan shaxslar tomonidan, shaxsan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan tayinlanadi. Keyingi masalamiz bu O'zbekiston Respublikasining deputatlari va Senat a'zolarining saylanish tartibi. Bu saylanish tartibi saylov kunigacha 25 yoshga to'lgan hamda 5 yil O'zbekiston Respublikasida hududida muqim yashayotgan fuqarolar senatorlar yoki deputatlar bo'lishi huquqiga ega. Bu yana bir masalani ta'kidlab o'tish joizki, bu deputatlar va senatorlar boshqa davlat ishlarida ishlashi taqiqlanadi va yana ayni bir shaxs O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi deputati va Senat a'zosi bo'lishi mumkin emas. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 19-bobi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti haqida. Biz siz bilan hozir Prezident va uning vakolatlari haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat boshlig'idir va davlat hokimiyatini kelishilgan holda faoliyatini yuritadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimi 35 yoshga to'lgan, davlat tilini yaxshi biladigan, saylov kuniga qadar 10 yil O'zbekiston Respublikasi hududida muqim yashagan O'zbekiston Respublikasi fuqarolaridan saylanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti o'z vazifasini bajarib turgan davrda boshqa haq to'lanadigan lavozimlarda deputat bo'lishi, tadbirkor faoliyat bilan shug'ullanishi mumkin emas. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti vakolatlariga quyidagilar kiradi. Fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlariga rioya etilishini, O'zbekiston Respublikasi suvereniteti, xavfsizligi va hududiy yaxlitligini kafilidir. Milliy davlat tuzilishi masalalariga doir qarorlarni amalga oshirish yuzasidan zarur choralarni ko'radi. Mamlakat ichkarisida va xalqaro munosabatlarda O'zbekiston Respublikasi nomidan ish ko'radi. Muzokaralar olib boradi hamda O'zbekiston Respublikasi shartnoma va bitimlarni imzolaydi. Respublika tomonidan tuzilgan shartnomalarga, bitimlariga va uning qabul qilingan majburiyatlariga rioya etilishini ta'minlaydi. O'z huzurida akkreditatsiyadan o'tgan diplomatik hamda boshqa vakillik, ishonch va chaqiruv yorliqlarini qabul qiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Konstitutsiya va qonunlarga asoslanib hamda ularni ijro etish yuzasidan respublika butun hududida majburiy kuchga ega farmon, qaror va farmoyishlar chiqaradi. O'zbekiston Respublikasi amaldagi prezident o'z vazifasini bajara olmaydigan holatlarda uning vazifa vakolatlari vaqtincha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisiga zimmasiga yuklatiladi. Bunda 3 oy muddat ichida qonunga to'liq muvofiq holda O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi o'tkaziladi. Vakolat tugashi munosabati bilan iste'foga chiqqan O'zbekiston Respublikasi prezidenti umrbod O'zbekiston Respublikasi Senati a'zosi lavozimini egallaydi. Xo'p, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 20-bobi Vazirlar Mahkamasi deb nomlanadi. Vazirlar Mahkamasi O'zbekiston Respublikasining hokimiyatini ijro etuvchi hokimiyati hisoblanadi va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi bosh vazir, uning o'rinbosarlari va vazirlardan iborat hisoblanadi. Va shuningdek, Qozog'iston Respublikasi hukumatining boshlig'i Vazirlar Mahkamasiga o'z lavozimi. Qolgan ma'lumotlarni biz shu video ostiga havola qo'yib qo'yamiz. Siz shu havola orqali o'tib Vazirlar Mahkamasiga yanada to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 24-bobi advokatura hisoblanadi. Advokatura faoliyati
yuridik va jismoniy shaxslarga yuridik yordam ko'rsatish hamda advokatura faoliyatida mustaqillik, qonuniylik va o'z-o'zini boshqarish prinsiplariga asoslanadi. Advokat o'z shaxsini himoya qiladigan shaxsga maslahat berish, yordam berish hamda moneliksiz uchrashish huquqiga ega. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 5-bo'lim 25-bob. O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi. O'zbekiston Respublikasi hududida qonunlarni aniq va bir xil bajarilishidan nazoratni bosh prokuror va unga bo'ysunish prokurorlar amalga oshiradi. Prokuratura organlarining yagona markazlashgan tizimiga bosh prokuror boshchilik qiladi. Bosh prokuror vakolat muddati 5 yil. O'zbekiston Respublikasi prokurorlari o'z vakolati davomida mustaqil va faqat konstitutsiya va qonunlarga bo'ysungan holda amalga oshiradi. Ularning faoliyat tartibini belgilash, ularning organlarini tashkil etish faqat qonun bilan belgilanadi. Assalomu alaykum hammaga. Endiki navbatimiz esa 5-bo'limning eng asosiy boblariga desak bo'ladi. Nimaga desangiz, keyingi boblarimiz 26 va hamda 27-boblarimiz. Bular moliya, pul, bank tizimi hamda mudofaa tizimlari hisoblanadi. Nega aynan eng muhimlari desangiz, davlat ayni bir hududiy birlikni tashkil topganini davlat deb nom qo'yishimiz uchun 5 tamoyil zarurdir va shu 5 tamoyilning ichiga 2 tamoyil kirib ketadi. Ya'ni o'sha hududiy birlikni o'z moliyaviy tizimiga ega bo'lishi va hamda o'z armiyaga ega bo'lishligi kiritilgan. Xo'p, endi navbatda o'sha boblarni o'ziga o'tsak, 26-bob. 26-bob moliya, pul va bank tizimi. Xo'p, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 147-moddasida aytib o'tilganidek, O'zbekiston Respublikasining o'zining yagona moliya, pul va bank tizimiga ega desak bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti davlat respublika byudjetidan, Qoraqalpog'iston Respublikasining byudjetidan va hamda mahalliy byudjetlardan tashkil etilgandir. Va eng asosiy prinsiplaridan O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti ijro etilishini ustidan yoki shakllanishi, tartibga solinishi ochiqlik va shaffoflik prinsiplariga to'g'ri kelishi kerak. Va yana bir qiziqarli fakt, fuqarolar davlat byudjetini ijro etilishi ustidan nazorat qila oladi. Bu narsa O'zbekiston Respublikasining 148-moddasida keltirib o'tirilgan. Fuqarolar va fuqarolik jamiyat institutlari O'zbekiston Respublikasining davlat byudjetini ijro etilishi ustidan jamoatchilik nazoratini olib borish mumkin. Bu albatta o'zini tartib va qonunlari bilan belgilanadi. Xo'p, bizda keyingi modda soliq haqida. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 149-moddasida belgilab qo'yilgandek, O'zbekiston Respublikasining butun hududida yagona soliq tizimi joriy qilingan. Va shu joriy qilingan soliq tizimi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan tashabbus etilgan. Va albatta tabiiyki savol tug'iladi, soliqni nima bilan to'laymiz degan. Albatta pul bilan. Va 150-moddada belgilab qo'yilgandek, O'zbekiston Respublikasining pul birligi so'mdir. Va aynan O'zbekiston Respublikasidagi so'm bu O'zbekiston Respublikasidagi butun hududida cheklovlarga ega bo'lmagan qonuniy to'lov vositasi hisoblanadi. Va O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki O'zbekiston Respublikasi hududida qonuniy to'lov vositalari sifatida pul birliklarini muomalaga kiritishda va ularni muomaladan chiqarishda mutlaq huquqqa egadir. Tabiiyki, keyingi moddamiz Markaziy bank haqida. 151-modda. O'zbekiston Respublikasining bank tizimining eng yuqori turuvchi banki Markaziy bank hisoblanadi va albatta boshqa banklar. Va Markaziy bank pul kredit va valyuta siyosatini ishlab chiqadi hamda o'sha siyosatni olib boradi. Xo'p, va eng asosiysi Markaziy bank o'ziga berilgan vakolatlarni ijro etishda boshqa hokimiyat yoki boshqa davlat organlaridan mustaqil organ hisoblanadi desak bo'ladi. Va shu bilan Markaziy bankning vakolatlarini albatta qonun va tartiblar bilan belgilab berishadi. Va shu bilan 26-bobimizga Markaziy bank yakun yasab beradi. Keyingi bobimiz esa o'sha aytib o'tganimizdek ikkinchi tamoyilimiz, ya'ni O'zbekiston Respublikasida o'zini armiyasiga ega bo'lishi yoki qurolli kuchlariga, ya'ni 27-bob mudofaa va xavfsizlik. 27-bob 152-modda bilan boshlanadi va 152-moddada aytib o'tilgan O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari O'zbekiston Respublikasining davlat suvereniteti, hududiy yaxlitligi, chegaralarini va aholilarni tinchlik va xavfsizligini ta'minlab beruvchi va himoya qilish uchun tuziladi. Va keyingi moddamizda, ya'ni 153-modda aytib o'tiladiki, O'zbekiston Respublikasi o'z xavfsizligini ta'minlash uchun yetarli qurolli kuchlarga, ya'ni yetarli kuchga ega hisoblanadi. Va shu bilan 5-bo'limimizga ham yakun yasanadi, ya'ni bu oxirgi bobimiz hisoblanadi. Keyingi bobimiz esa 6-bo'lim,
komissiyaga o'zgartirish kiritish tartibi hisoblanadi.